Qayta harakatga kirgunimizcha tiklanish uchun vaqt kerak bo'ladi. Yoshni yengib bo'lmaydi. King, o'ylaymanki, meni qiladigan boshqa ishlarim bor. Demak, hozir Saitama va men borishga tayyormiz. Xo'sh, nima deysan? Shtab-kvartirada ehtimol reja tuzadigan o'zining maxsus ishchi guruhi bo'lishi mumkin. Ammo shunga o'xshash paytlarda Biva undan past sinfdagi qahramonlarning kelajakdagi sinfiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun hissa qo'shgani biror narsa qilishimiz kerak. Meni eshityapsanmi? Bu safar dushman odatda mustaqil harakat qiladigan maxluqlarning katta guruhi, lekin ular g'ayrioddiy ittifoq tuzishdi. Biroq ularning tashkiliy tuzilishi ehtimol buyruq beradigan boshliq bilan hamkorlik qilishdan ko'ra ko'proq hukmronlik qilishga o'xshaydi. Ha, to'g'ri, bu maxluqlar guruhi. Agar Garo ularga qo'shilsa, bu muammo bo'ladi. Ha, Garo bilan yolg'iz jang qilish uchun boshqa imkoniyatga ega bo'lmasligimiz mumkin. Agar ularning yonida unga o'xshaydigan maxluqlar bo'lsa, bu yaxshi ko'rinmayapti. Bank qahramonlikdan voz kechishi mumkin. Saitama, sen ko'rishmoqchi bo'lgan qahramonovchi o'sha sahnada bo'lganga o'xshaydi. Yaqindagina u bilan ko'rishgan eding. Uyga qaytayotganimda u ko'proq qahramonlarni ovlaganini eshitdim. Buni kechirib bo'lmaydi. Ayniqsa u hali ham men uchun kelmaganini. Bu men kal bo'lganim uchunmi? Saitama, ustoz, men birozga tashqariga chiqaman. Garoni qayerdaligini bilasizmi? Uni qidirmoqchiman. Agar Garoni topsam, men unga musht tushiraman. Qaytishda napakaram sotib olaman.